Olishmasu, hamma ham ochiqchilik bo'lib ketdi. Qiblayda sazalli 75 ming bo'lib ketibdi. Baliqxo'rlikmi she'ring? Hamma baliq sifatli yoqda pishiriladi. Havosi zo'r ekan-a Birxon. Xonalarini qara. Katta. Gap yo'q lekin. Qisqa qorningizga o'xsharkan-da. Vohma qilma ukam. Baliq yeymizmi yo'qmi? Hop ketdi. Voy bu, stolni bagir qilsammi? Xiyligacha qo'ydingmi ukam? Hurmatsiz bor-da, bratan. Joningiz sog' bo'lsin. Qayda qo'y. Hozir bularni poplayman. Bratan cholmada uzating kerak. Yo'q. Baliqni qachon pishadi o'zi? Hozir 10 minutda pishadi. Tezlashating bor ekan. Ana pishdi. Bittami? 2 kilogacha bo'lgan baliqlar 75 mingdan. Toza. Sen bugun baliq yemaysan. Voy, bunisi nima? Bu yerda 5 xil baliq qilishadi. Haligi Hammasi ishonchli. O'ziga yetishtirishadi. Qibray Chinobodda shunaqa joy borligini bilmagandim. To'g'risini aytsam, Toshkentda hamma ochiqchilik o'tib ketdi. Ayniqsa baliq 75